Hammaga salom. Men hozir München Harasda o'ziga bir xos chiroyli majmua kompleksda hovlisidaman. Bu 1933-yilda qurilgan Bauhaus maktabiga tegishli bo'lgan bino. Bu yerda turar joy kompleksi hamda pochta bo'limi bor. Bu kompleksning topshirilishi 1933-yil NSDAP partiyasi kelishi bilan boshlangan. Juda qiziq bir mavzu. Tushunib turganingizdek, bugun Bauhaus maktabi haqida gaplashamiz. Aslida Bauhaus nima? Bauhaus bu dunyoni dizayn orqali o'zgartirmoqchi bo'lgan harakat hisoblanadi. Biz Bauhaus deganda ko'z oldimizga oynali korobka Tomatix binolarni tasavvur qilishimiz mumkin yoki mayda shriftli dizaynlar. Aslida Bauhaus bu faqat arxitektura emas, balki maktab. Germaniyada 1919-yildan 1933-yilgacha, ya'ni Germaniya hukumatiga nasional sotsialistlar kelguncha o'z faoliyatini olib borgan. Bauhaus so'zi nemschada Hausbau, ya'ni uy qurish so'zlarining teskari yozilishi. Lekin nomiga qaramasdan bu yerda faqat arxitekturadan emas, balki mebel, grafika, predmet dizayni va mato san'ati ham o'rgatilgan. Bauhaus san'at, hunarmandchilik va sanoatni birlashtirishni xohlagan. Uning maqsadi barcha uchun universal tilni yaratish bo'lgan. Ya'ni ortiqcha bezaksiz dizayn, faqat mohiyat. 1920-yillarda Germaniya inqiroz ichida edi. Birinchi jahon urushi yutqazilgan, giperinflyatsiya iqtisodiy falokatda edi. Ana shu fonda Bauhaus paydo bo'ladi, yangi ratsional kelajakka umid sifatida. Davlatga uy-joy, maishiy buyumlar, qurilish materiallari yetishmasdi. Mana shu vaziyatda Bauhaus shunday dedi: biz arzon, oson va samarali qilib bera olamiz. Bu ijtimoiy vazifali dizayn edi. Albatta, Bauhaus havodan paydo bo'lgan emas. U avangard harakatining davomi va Jugendstilga javob edi. Agar Jugendstil tabiat va bezakni yaxshi ko'rgan bo'lsa, Bauhaus sanoat qat'iyligi, geometriya va minimalizmni tanladi. Avangard, ayniqsa rus konstruktivizmi va supermatizmi o'zining radikalligi bilan Bauhausga ta'sir qildi. San'at hayotga xizmat qilishi kerak. Bauhaus aynan shu ruhni qabul qildi. San'at foydalanishli bo'lishi kerak. Shu bilan birga Bauhaus ta'limda ham yangilik kiritdi. An'anaviy darslar o'rniga amaliy ustaxonalar. Talabalar ustozlari bilan birgalikda ishlab, tajriba orqali o'rganishardi. 3 bosqichli tizim: tayyorlov kursi, ijodiy fikrlash qobiliyati sinovi. Asosiy ustaxonalar: metall, yog'och, shisha, mato. Yakuniy arxitektura kursi chaqiruv asosida. Iyerarxiya: o'quvchi, yosh usto. Xuddi hunarmandchilik gildiyasi kabi. Bauhausda mashhur ustozlar dars bergan: Paul Klee, Vasiliy Kandinsky, Ludwig Mies van der Rohe, Laszlo Moholy-Nagy, foto va tipografiya ustasi, Josef Albers, rang va tafakkur bo'yicha mutaxassis, Marcel Breuer, temir trubkali kreslo muallifi va Gerbert Bayer, vizual kommunikatsiya otasi. Ularning hissasi Bauhausni haqiqiy tajriba laboratoriyasiga aylantirdi. 1925-yilda Bauhaus Dessau shahriga ko'chadi. U yerda afsonaviy kampus quriladi, ya'ni oynali, tekstomli, to'g'ri burchaklik, fasadsiz bino. Bularning barchasi albatta materialdan tejash uchun qilingan edi. Qorli Germaniya uchun bu kabi tekstomlar noqulay edi albatta, lekin bu juda muhim tajribalardan biri edi. Tomlardan tashqari past shifonerlar, tor koridorlar, kichik xonalar, bularning barchasida kompaktlik va funksiya birinchi o'rinda edi. Bauhaus faqat binolar bilan cheklanmagan, uning ta'siri mebel, chiroq, afisha va shriftlarga ham yetgan. Afsonaviy Wagenfeld lampasi geometrik shaffoflik va minimalizm namunasidir. Aslida ko'pchilik mobil telefonida ishlatadigan kalkulyatorlarning asosida ham dizaynerlar Bauhaus kalkulyatorlaridan ilhomlanishgan. 1933-yilda maktab natsistlar tomonidan yopiladi, lekin Bauhaus ustalari Gropius, Breuer va boshqalar AQShga ketib, u yerda dars berish va loyihalashni boshlaydilar. Bauhaus g'oyalari internatsional uslub, modernizm, hatto modernga ta'sir qiladi. Bugungi kunda IKEA, shriftlar, modul uylar, hatto DIY madaniyatlarida
Bauhaus ruhi yashaydi. Eng katta ironiya, Bauhaus omma uchun arzon dizayn haqida orzu qilgan, lekin ko'pchilik buyumlar hali ham qo'lda tayyorlanadi. Bauhaus bugungi dizayn va arxitekturaga ulkan ta'sir ko'rsatdi. Uning funksiyaga asoslangan ortiqcha bezaksiz falsafasi dizayn tiliga aylandi. Bauhausning merosi hozirgi zamonaviy arxitekturada yashamoqda. Norman Foster, Zaha Hadid, San'a ularning ishlarida ham Bauhausning izi bor. Smartfonlar, interfeyslar, logotiplar va hatto ilovalar dizayni hammasi falsafasiga mos. Hech qanday ortiqcha narsa, faqat funksiya. Bauhaus uslub emas, bu so'rov. Qanday qilib hayotni go'zal va qulay qilish mumkin? Shu savol hali ham dolzarb. Obuna bo'ling, agar sizga ham shu savol qiziq bo'lsa, keyingi videolarimizda shuni o'rganishga harakat qilamiz. Qanday qilib orzular betonga aylanganligi. Xayr.